Bemorimiz vohadan tashrif buyurishgan. Shu kungacha bizga kelib davo qilishguncha bir necha bor lechinalar olishgan. Bizga kelgandagi shikoyatlari ikkala oyoqlarida, tizza bo'g'imlarida, chanoq sonda hamda oyoq panja sohalaridagi holatlar bilan kelishgan. Kelishganda bir oy avval o'ng va ikkala oyog'ida ham barmoqlarda deformatsiya, tovon sohalarini yerga to'liq tushmasligi, yurganda o'zi mustaqil harakatlana olmasligiga, mana bu tizza bo'g'imlarini to'liq yozilmasligi hamda chanoq son bo'g'imini ham ochilmasligi bilan shikoyat qilib keldi. Biz bemorga operativ lechina tavsiya etildi. Biz tomonlama qilib berilgan ishlar chanoq son bo'g'imida hamda tizza ostida va oyoq panja sohalarida hamda axil payi sohalarida operativ lechina qilindi. Hozir bemorimiz mana o'ng tomonlama operativ jarrohlikdan keyingi holat. Ko'rib turibmiz, mana harakatlarni bemalol amalga oshiryapti mana. Demak, chanoq son bo'g'imida harakatimiz mutlaq tiklangan. Ochilish holatimiz ham 100%, tizza bo'g'imlarimizni bukib yozilishlari ham juda zo'r holatda. Endi hozirgi paytda mana tovon sohalarimiz ham yerga tegib, oyoq barmoqlarimiz ham to'ppa-to'g'ri holatda. Mana hozirgi paytda endi shu chap tomonlama oyoqlari operativ lechinaga tayyorlangan. Ko'rib turibsizki, bu sohalarda oyoq barmoqlari deformatsiyalashib, ichkariga buralgan holatda bo'lyapti. Hozir endi biz bularda tovon sohani qayta tashrih qilinib, oldin operatsiya bo'lingan, buni chiroyli qilib yer bilan to'liq bosishini ta'minlab beriladi. Oyoq barmoqlari to'g'irlanadi. Keyin ma'lum darajada tizzada yozilish holati ham cheklangan, buni ham to'g'irlab, chanoq son bo'g'imini ham ochiladigan qilib, sog'lom hayotga taqdim etamiz.